Qon bosimi tushib ketganda birinchi yordam ko'rsatish. Ushbu video orqali siz qon bosimi tushgan bemorlarda kuzatiladigan simptomlar, qon bosimi tushib ketish sabablari va bunday holatda uy sharoitida shifokor yetib kelguncha qanday to'g'ri yordam ko'rsatish kerakligini bilib olasiz. Yaqin insonlari mana shunday holatga tushganlarida 90% insonlar o'zlarini yo'qotib qo'yib, eng oddiy yordam berish usullarini ham bajara olmaydilar. Mana shunday holatga tushmaslik uchun ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rishingizni tavsiya qilaman. Qachon biz qon bosimi tushgan deymiz? Normada sog'lom odamda ayrimlarda 90 ga 60 mm simob ustuni normal qon bosimi hisoblanadi. Ayrim insonlarda 130 ga 80, 140 ga 90 mm simob ustunigacha bo'lgan bosim normal qon bosimi hisoblanadi. Bu insonlarning o'ziga xosligi inobatga olingan holdagi qon bosimi. Ya'ni 90 ga 60 bosim kimdir uchun normal bo'lishi mumkin, kimlardir uchun bu past bosim hisoblanadi. Shuning uchun qon bosimi tushganligini aniqlashda bemorning shikoyatlari va bemorning moslashgan qon bosimiga e'tibor beramiz. Qon bosimi tushib ketganligini qayerdan bilamiz? Bunday holatda bemorlarda umumiy holsizlik, uyquchanlik, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, ko'z oldi xiralashishi yoki qorong'ulashishi, og'irroq holatlarda hatto hushini yo'qotishi va savollarga javob bera olmasligi kabi shikoyatlar namoyon bo'ladi. Nima uchun qon bosimi tushib ketadi? Qon bosimining tushib ketish sabablari haqida gaplashamiz. Birinchi, eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu qon bosimining tushiruvchi dori vositalarini adashib yuqori dozalarda qabul qilish yoki bir mahal o'rniga ikki mahal ichib yuborish yoki boshqa tabletkalarni o'rniga adashtirib ichib yuborganda paydo bo'ladi. Ikkinchi, yurak infarktida. Bu holatda yurakning qon bilan ta'minlanishi birdan buzilganligi sababli yurak kuchli holsizlanadi va shuning hisobiga qon bosimi tushib ketadi. Uchinchi, yurak aritmiyalarida, ya'ni taxikardiyalarda 1 minutda 170, 180, 200 va hatto undan yuqori marta yurak urishlari bo'ladi. Bunday taxikardiyalarda mana shunday holatda yurakning nasos funksiyasi buzilganligi uchun qon bosimini hosil qilib bera olmay qoladi. To'rtinchi sabab surunkali kasalliklarda, ya'ni bo'qoq bezi faoliyatining pasayishi, ya'ni gipotireozda bunda moddalar almashinuvi pasayib ketganligi, ya'ni metabolizm pasayib ketganligi hisobiga qon bosimi past bo'ladi. Keyingisi anemiya, ya'ni kamqonlik. Qon tarkibida gemoglobinning past bo'lishi, ko'pincha bunday holatlarda ham qon bosimi past bo'ladi. Keyingi sabablardan biri ko'p miqdorda turli xil kasalliklar natijasida ko'p miqdorda qon yo'qotishlardan keyin, masalan, oshqozon yarasidan qon ketishlari, burundan qon ketishlar, har xil jarohatlardan keyingi qon ketishlar, ayollarda hayz davridagi qon ketishlardan keyingi qon bosimining tushishi. Keyingi sabablardan biri gipovolemiya, ya'ni organizmning kuchli suvsizlanishi. Bunda ham qon bosimi normadan pastga tushadi va bemor bezovtalik sezadi. Va keyingisi allergik holatlarda. Bu eng xavflilardan biri hisoblanadi. Har xil dori vositalari qabul qilgandan so'ng bemorga allergik reaksiya sababli qon bosimi tushishi hisoblanadi. Bunday holatda ko'pincha anafilaktik shok deb ataladi. Ko'pincha bemorlarda birdaniga qon bosimining tushib ketishi kuzatiladi. Mana shunday asoratlar bo'lmasligini oldini olish uchun har xil dori vositalarini, golkapelnitsa antibiotiklarni uy sharoitida olmaslik, ya'ni ambulator shifoxonalarida olishlik tavsiya etiladi. Qon bosimi tushib ketganda nimalar qilish kerak? Ya'ni qanday yordam ko'rsatish kerak? Birinchi, yuqorida sanab o'tgan shikoyatlarimiz bemorda kuzatilganda, avvalo bemorni tekis gorizontal holatda tekis joyga, polga, divanga yoki kravatga yotqizishimiz kerak. Bundan maqsad qon bosimi tushganda avvalo yurakka va bosh miyaga qon yetib kelishi qiyinlashadi. Shuni hisobiga bemorda bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ulashishi va hattoki yiqilishi mumkin. Yiqilib jarohat olmasligi va bosh miya va yurakni qon bilan yaxshi ta'minlanishi uchun bemorni tekis holatda yotqiziladi. Bu holatda yotganda bemor
bosh ostiga yostiq qo'yilmaydi. Agar bo'lsa, olib tashlanadi. Chunki yostiq boshni ko'tarib qo'yganligi sababli bosh miyaga qon yetib kelishi buziladi. Ikkinchi, bemorni tekis joyga joylashtirib yotqizgandan so'ng, agar qon bosimini o'lchashni bilsangiz, qon bosimini o'lchab, aniqlik kiritib qo'yish kerak. Undan so'ng darhol 103 ga xabar berish kerak. Uchinchi, bemor nafas olishini yaxshilash maqsadida agar bemor ichkarida yoki xona ichida bo'ladigan bo'lsa, eshik va oynalarni ochib, xonani shamollatish va tashqaridan ichkariga toza havo kirishini ta'minlash. Agar bemor tashqarida yoki ko'chada bo'ladigan bo'lsa, bemor atrofida odamlar to'planmasligini tushuntirish kerak. To'rtinchi, agar imkon bo'lsa, shirin choy yoki achchiq kofe, hech bo'lmaganda oddiy suv ichkizish kerak. Bu ham qon bosimini ko'tarishga yordam beradi. Beshinchi, agar bemor holati og'irroq bo'lib, hushida bo'lmasa va savollarga javob bermasa, tekis holda yotgan bemorning oyoqlarini, tizzalarini bukmagan holatda yerdan 50-70 sm atrofida ko'tariladi. Bundan maqsad oyoqlardagi qonni yurak va bosh miyaga yo'naltirish. Bunday holatlarda shifokor yetib kelguncha to'g'ri yordam ko'rsatishingiz nafaqat bemorni holatini tezroq yaxshilanishiga, balki hattoki hayotini saqlab qolishiga sababchi bo'lishingiz mumkin. Shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga a'zo bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, fikringizni izohlarda qoldiring.